Assalomu alaykum azizlar. Shu sanduqimizda oppoq glyansiya keramik kartondan foydalanganmiz. 60-60 formatda. Tayyor bitgan holatda ko'rib turibsizlar. Mana materiallar plastik, devorlarimiz karton. Pollarimiz ham 60-60 keramik rang bilan karton. Mana o'rtada ikkita stavni sigaralar qo'yib yuborganmiz. Eshik batkosi bilan furtishka batkosi stavni svet bilan yopishtirildi. O'zini ham ko'rsa bo'ladi. Böyle uygulama uzmanlarından sonra ancak kichkinagina 15 minutlik arisdan o'rnatilgan qolimiz qayda ko'plik bo'lib bor. Mana endi biz sanduqchamizga kirdik. Xolasi dekor bo'yaldi. Rangini ham ichidagi svetga qabul qildik. Bejligiga tortadigan. Qolimi desak, bizdan kerak rangni kiritamiz. Va devor ko'rganlar dekorativ bo'yoq. Kuzatib borishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.